Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bugungi darsda zaxira banklari haqida gaplashamiz. Biz shu paytgacha ko'rib chiqqan misollarimizda, ya'ni tasavvur qilgan olamimizda bor yo'g'i bittagina bank bor edi. Ammo real hayotda banklar ko'p ekanligini bilamiz. Shuning uchun ham men ushbu darsda banklar ko'p bo'lgan vaziyatda nimalar ro'y berishini ko'rib chiqmoqchiman va 3 ta bankning taxminiy balans hisobotlarini chizib chiqdim. Bu birinchi bankning balans hisoboti, bunisi esa ikkinchi bankning, bunisi esa uchinchi bankning balans hisoboti. Keling endi banklarimiz ko'p bo'lgan holatda qanday muammolar ro'y berishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Undan avval balans bilan bog'liq hech qanday tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun balansni sizga yana bir marta eslatib o'tsam. Mana bu siz ko'rib turgan chap tomonda bankning aktivlari. O'ng tomonda esa bankning passivlari, ya'ni xususiy mulkkacha bo'lgan joyda bankning passivlari joylashgan. Xususiy mulkni esa HM deb belgilab qo'yganman balanslarning pastida. Bu bino, bunisi tushunarli. Mana bu oltin tangalar esa bankning zaxirasi, ya'ni zaxirada saqlanayotgan oltin tangalarni anglatadi. Yana bir narsani eslatib o'tsam, bizning banklarimizda ayni damda zaxira valyutasi oltin tangalar hisoblanadi. Aktivlarda yashil chiziqlar bilan tadbirkorlarga bergan kreditlarimizni ajratib chiqqanman va passivlarda esa mana bunday moviy chiziqlar bilan hisob raqamlarini ajratib chiqqanman. Demak, bular hisob raqamlari. Shuningdek, har bir bank mustaqil hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir bankning o'zining alohida chop etadigan valyutalari bor. Shuning uchun ham har bir bankning valyutasini boshqa rangda chizib qo'yganman. Demak, balans bilan hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh, endi banklarimiz bir nechta bo'lganda qanday muammolar yuz berishi mumkin? Ayni damda men ikkita muammoni ko'rmoqdaman. Birinchisi, bu har bir bankning zaxira normasi turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni majburiy zaxira talablari turli xil foizlarni tashkil etishi mumkin. Masalan, birinchi bankimizning zaxira normasi 12% deb tasavvur qilsak, ikkinchisiniki 10%, uchinchisiniki esa 8% bo'lishi mumkin. Chunki bular mustaqil banklar, shuning uchun ham o'zining xohishiga ko'ra turli xil zaxira normalarini belgilab olishi mumkin. Bu yerda ayni damda hech qanday regulyatorlar yo'q deb tasavvur qilamiz. Demak, bizning birinchi muammomiz zaxira normalarining teng bo'lmaganligi. Buni yozib qo'ysak. Zaxira normalari teng emas. Bu shuni anglatadiki, mana bu birinchi bankimiz har 100 oltin tangadan 12 oltin tangani zaxirada saqlaydi. Ikkinchi bankimiz esa har 100 oltin tangadan 10 oltin tangani, uchinchi bankimiz esa har 100 oltin tangadan 8 oltin tangani zaxirasida saqlar ekan. Ammo tasavvur qilamiz, mana bu bank birinchi bo'lib ochilgan va u ishonchli banklardan biri. Shuning uchun ham u bank tizimini yaxshi tushungani uchun ham 12% qilib belgilab qo'ygan. Mana bu uchinchi bank esa eng oxirgi ochilgan banklardan biri. U berilgan kreditlardan ko'proq foizlar olmoqchi, shuning uchun ham ko'proq oltin tangalarni kreditga bergan va zaxirada kam oltin tangalarni saqlagan. Tasavvur qilamiz, kunlardan bir kun 3-bankdan 8% emas, balki 9% odamlar o'zining pullarini so'rab keldi. Demak, ko'rib turganingizdek, ayni damda 3-bank so'rab kelingan majburiyatlarni to'lab bera olmaydi. Chunki unda bor yo'g'i 8% oltin tangalar bor. Shunday holatlarda 3-bank 2 yoki 1-bankdan qarz olishi mumkin. Ular ham albatta qarz berishi mumkin bu odamga. Ammo ushbu vaziyatda 3-bank barcha odamlarning ishonchini yo'qotadi va bunday holatda barcha omonatchilar o'zlarining pulini so'rab kelishi mumkin. Bu vaziyat 2 va 1-bankka ham o'zining ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Demak, butun bir zanjirdagi zaif bitta halqa butun bir zanjirning uzilishiga olib kelishi mumkin.
Garchi mana bu birinchi, ikkinchi banklar juda yaxshi faoliyat olib borayotgan bo'lsa ham, uchinchi bank odamlarga butun boshli bank tizimini ishonchsiz qilib ko'rsatib qo'yganligi tufayli ikkinchi va birinchi banklardan ham ko'plab odamlar o'zlarining pullarini so'rab kelishi mumkin. Ko'pchilik odamlarning banklardan o'zlarining pullarini so'rab kelishi banklarning bankrotligiga olib keladi, to'g'rimi? Demak, bizning ikkinchi muammomiz bankrotlik ekan. Ya'ni banklar bankrotlikka yuz tuta boshlaydi. Demak, birgina mas'uliyatsiz bank boshqa banklarning ham bankrotligiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Yana bir boshqa muammomiz esa bu har bir bankning o'zining banknotalariga ega bo'lishi. Ayniqsa AQShning mustamlakachilik davrida har bir kolona, har bir mustamlaka o'zining maxsus banknotalariga ega bo'lgan. Tasavvur qiling, o'sha davrda 13 ta mustamlaka bo'lgan bo'lsa, 13 ta mustamlakaning o'zining valyutalari bo'lgan. Bu esa o'z navbatida valyuta kurslari orasidagi har xil farqlarni keltirib chiqargan va odamlarda ushbu banknotalardan foydalanishda turli xil qiyinchiliklarni, chalkashliklarni vujudga keltira boshlagan. Agar ushbu banklardan birortasi bankrot bo'lib qolsa, unda uning banknotasi ham hech qanday qiymatga ega bo'lmay qoladi. Bu holatda ham odamlar aziyat chekishi mumkin. Demak, bizning keyingi muammomiz bu turli xil bo'lgan valyutalar. Turli xil valyutalar. Biz boshida aytganimizdek, har bir bank o'zining valyutasiga ega. Xo'sh, demak, bizning bu muammolarimizga yechim qanday bo'lishi mumkin? Qanday yechim topsak bo'ladi? Bir o'ylab ko'raylik. Bizga alohida qandaydir institutlar kerak emas. Men oldingi darslarimizda esingizda bo'lsa, regulatorlar haqida gapirgan edim. Ayni damda bizda hech qanday regulatorlar yo'q. Hozirgi real hayotimizda siz bank ochmoqchi bo'lsangiz, zaxira normangiz qat'iy ravishda 10% ni tashkil etishi kerak. Bu regulatorlar tomonidan qat'iy belgilangan talab hisoblanadi. Xo'sh, bu regulatorlar kimlar? Bizga ayni damda ushbu muammolarimizni yechib beradigan alohida bir institut tashkil qilish shart emas. Bunday holatda bizga davlat yordam berishi kerak. Men gapni nimaga olib borayotganimni tushunmoqdasiz deb o'ylayman. Demak, men zaxira banklari haqida gap boshladim. Demak, biz shunday mexanizm ishlab chiqishimiz kerakki, ushbu mexanizm doirasida zaxira normalari bir xil bo'ladi va u banklarni bankrotlikdan saqlab qoladi, shuningdek bir bankning boshqa bankka kredit berishini ta'minlaydi va valyutalarning turli xil bo'lishining oldini oladi, ya'ni yagona valyuta siyosatini yo'lga qo'yadi. Biz bunday mexanizmning nomini zaxira banki deb ataymiz, ya'ni markaziy zaxira banki. Demak, mana bu ko'rib turganingiz, biz aytgan zaxira markaziy bankning balansi hisoblanadi. Ushbu zaxira bankida barcha banklarimiz o'zining tillalarini saqlashni boshlashadi. Demak, birinchi bank ham, ikkinchi, uchinchi bank ham o'zlarining tilla zaxirasini zaxira bankiga, ya'ni markaziy bankka joylashtirishadi. Demak, birinchi bankniki, mana bu esa ikkinchi bankning oltin tillalari deb tasavvur qilamiz. Bular oltin tangalar. O'z navbatida zaxira banki uchala bankimiz uchun ham ularning har biri qo'ygan oltin tangalari qiymatidagi hisob raqamlar ochadi. Demak, mana bu birinchi bankning zaxirasi, ya'ni hisob raqami, bu esa ikkinchi bankning hisob raqami, bu esa uchinchi bankning hisob raqami deb tasavvur qilamiz. Keling, bularni mana bunday belgilab qo'yamiz. Shunday qilib, markaziy bank boshqa banklarni bankrotlikdan saqlab qolishi mumkin. Qanday qilib? Aytaylik, mana bu 3-bankdan 11% odamlar yoki biz boshida aytganimizdek 9% odamlar o'z pullarini so'rab kelishdi. U markaziy bankka kelib o'zining zaxirasidagi barcha pullarni oladi, chunki ayni damda barcha oltinlar markaziy bankda va qolgan yetishmayotgan pulni esa boshqa banklardan kredit sifatida oladi. O'z navbatida mana bu markaziy bank 3-bankka tilla tangalarni o'zini bermaydi, balki ularga hisob raqam ochgan va banknotalar beradi. Aytaylik, hukumat ham shunday qaror chiqardi
har bir bank uchun o'zining valyutasi bo'lishi shart emas. Ya'ni har bir bank o'zining valyutasini chop etishi kerak bo'lgan qonunni yo'qqa chiqarib, faqatgina Markaziy bankka bunday huquqni beradi. Endi mana bunday yashil rangdagi qog'oz pullarni faqatgina Markaziy bank, ya'ni zaxira banki chop eta oladi. Demak, bunday huquq faqatgina Markaziy bankka beriladi. Demak, Markaziy bank banklarga qog'oz pullar, ya'ni banknotalar ko'rinishida pullarni bera boshlaydi. Oltinlar esa seyfda saqlanib turadi. Aytaylik, mana bu ikkinchi bank ham o'zining pullarining yarmini olmoqchi va Markaziy bank unga banknotalarni beradi. Endi ko'rib turganingizdek, bizning valyuta zaxiramiz oltin tangalar emas, balki qog'oz pullarni tashkil etmoqda. Ya'ni har bir pulini so'rab kelgan bank uchun Markaziy bank o'zi chop etgan valyutalarni bera boshlaydi. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, Markaziy bank shunday mexanizmga aylandiki, u banklarni bankrotlikdan saqlab turadi va banklarni bir xil valyuta siyosatiga o'tishiga sababchi bo'ldi. Biz oldingi darslarda aytgan regulyator mana shu Markaziy bank bo'ladi. Demak, bizning valyuta zaxiramiz ayni damda banknotalar bo'ldi. Mana bu yerni ham yashil rang bilan bo'yab qo'yamiz. Barcha banklar uchun zaxira valyutasi endi Markaziy bankning banknotalari ko'rinishida. Endi esa zaxira normalari haqida gaplashadigan bo'lsak, bizda Markaziy bankimiz bor, yozib qo'yamiz. Markaziy bank va bu Markaziy bank mana shu zaxira normasini boshqaradi. Ya'ni zaxira normasi qancha bo'lishi kerakligini bizga Markaziy bank aytib turadi. O'z navbatida bu banklarni bankrotlikdan saqlaydi. Chunki ushbu banklarning birortasidagi omonatchilarning barchasi o'zlarining pullarini qaytib olishni xohlab qolsa, bank boshqa banklarning zaxirasidagi pullarni bularga mana bunday banknotalar ko'rinishida beradi. Shunday ekan, odamlar ham endi bu banknotalarni tilla tangalarning o'rniga ekvivalent sifatida ko'ra boshlashadi va ularning oltin tangalardan foydalanishga hech qanday ehtiyoji qolmaydi va ushbu qog'oz pullar endi asosiy valyuta birligiga aylanadi. Shunday qilib, Markaziy bank butun boshli tizimni yagona valyuta tizimi bilan ta'minlab beradi.